Yangi bozorda o'sha katta shov-shuv bilan ochilgan Xitoylarda 50 ming so'mlik do'konda o'zi 50 mingga nima bor? Masalan, mana shu skоворodka ham, bufen ham, mana bu tifal ham 50 ming so'mdan. Kamiga mana shu 6 tali stakanlar to'plami ham 50 ming so'm. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu yerda yana 50 ming so'mga nimalar olishingiz mumkinligini ko'rsataman. Endi bu yoqqa qaranglar, mana shu ichi mexli patinka ham 50 ming so'mdan. Turishini qaranglar. Undan tashqari buni ham narxi 50 ming so'm. Buni ham ichi mexli. Uyga kiyadigan shunaqangi shipaklar ham, bu ham hammasi 50 ming so'mdan. Bunaqa kolonka ham 50 ming so'm, quloqchinlar ham 50 ming so'm. Tuxum pishiradigan apparat bor ekan. Birinchi marta ko'rishim, bu ham 50 ming so'mdan ekan. Yoki guruch pishiradigan, makaron pishiradigan apparat ham 50 ming so'm. Bunaqa naushniklar ham 50 ming so'm. Kiyimlar ham ko'rsataymi 50 ming so'mga. Mana tastovkalar narxi 50 ming so'm ekan. O'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham har xil rasvetkalarda bor ekan. Endi bu yerda shimlarni qaranglar. Qalini, yuqqasi, uzuni, kaltasi hammasi tanlab olishga. Bu yog'i ham, u yog'i ham 50 ming so'm. Xolajon, qarang, mana shu yerda to'rtta katta korobkada turibdi-yu, qizili, oqi, sarig'i, jigarrangi hammasini tanlab olasiz. 50 ming so'mdan. Akalar, mana bu narsani jupini yo 150 mingga yo 200 mingga olgandim o'zim mashinamga. Donasi 50 ming so'mdan ekan. Mana bu narsa yo belinglarga, yo taginglarga biladiganlar kommentariyada yozinglar. Buni ham narxi 50 ming so'm. Mana bu belga, bu aniq, bu ham narxi 50 ming so'm. Mana bo'ynimdagi ham 50 ming so'm. Futbolda yaxshi ko'radigan o'g'illarimiz bu kimni tomiga tushirib qo'ysa ham jalka emas, atiga 50 ming so'm kelib olib ketaverasiz. Mana bunaqa kichkinalar bor-u, har xillari bor ekan, atiga 30 ming so'mdan ekan. Buni qaranglar, salatlar, ovqatlar qilgani zo'r narsa-yu, laganchalar 50 ming so'mdan ekan. Bunaqalari ham bor ekan, bunaqalari ham bor ekan. Xullas, nirjavekadan qilingan. Undan tashqari bunaqangi termoslarni qaranglar, juda ham chiroyli. Bu ham nirjavekadan ekan, narxi 50 ming so'm. Bulardan tashqarisi juda ham ko'plab yangiliklar kelgan, o'zingiz kelib, tanlab, xarid qilishingiz mumkin. Hammasi arzon va optim narxlarda. Manzil Andijon shahar, yangi bozor, Mumtoz yonidan kirganinglarda shundoqqina chap qo'lda yashil eka bozor.